Assalomu alaykum qadrdonlar. Kecha istoriyaga PlayStation 2 qo'ydik, sotilib ketib qolgandan keyin ko'pchilik so'rashdi. So'raganlar uchun yana bitta PlayStation 2 tayyorlab berganmiz. Bunisi unisidan ham yangiroq, holatini ko'rishlar ham mumkin. Plombasi bor, ochilmagan. Bunaqa ochilmagan PlayStation 2 ni topish juda ham qiyin. Holatlarini ko'ryapsizlar. 7000 model bo'ladi. Original blok kutaniyasi alohida отдельный bo'ladi. Original blok kutaniya. Xitoy blok kutaniya emas. Kabellari ham AV kabellari 3 metrlik originali bo'ladi. Original 64 lik fleshkada 20 ta o'yin yozib berganmiz. Yangi memory kartni proshivka qilib tayyor qilib berganmiz. Fleshka orqali o'ynalaveradi bemalol. Ikkita sifatli yangi joystikga 1,5 metr kabellari bilan PlayStationimizni 950 ming so'm qilib beramiz. Hozir sizlarga o'yinlarni ham qo'yib ko'rsatib beramiz.